konservativ davo berdik, ta'sir qildi, shu yaxshi ketdi, bemor qanchadir vaqtdan keyin keladi. Agar u kamaydi, yoqmayapti desa, unda biz manipulyatsionni metod tavsiya beramiz. Masalan, PRP terapiya. Buni qilamiz, 6 oy, 12 oygacha zo'r ta'sir qilib turadi, yaxshi yuradi. Yoqsa yana kelaveradi 6 oydan keyin. Bu ham yordam bermadi desa, unda biz falloprotezирование tavsiya beramiz. Mana protez qo'yib beraman. Bo'ldi, yuraveradi. Bu eng oxirgi vaqt va bu jarrohlik yo'li bilan davolash usuli hisoblanadi. Operativniy davosi. Bu yo'ldan boshqa yo'l yo'q. Bu usul eng oxirgi nuqtasi va bemor bu bilan qoniqadi. Nimaga desangiz, bo'ldi, u o'ylamaydi. Tabletka ichib olishim kerak, aloq qilishdan oldin. Ukol olishim kerak, 6 oy bo'ldi deb o'ylamaydi. Endi xohlagan vaqtida, xohlagancha aloqa qilaveradi. Chunki protez ta'sir qilmaydi urug' chiqishiga, evakuatsiyaga. Protez bo'shroq bo'lib qolmaydi, holat qo'zg'alib, slabi bo'lib qolmaydi. Prosta turadi, yotadi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Bitta единственный joy bor. Nobodo juda ham jo'ski aloqa bo'lib ketib qolsa, protezni sindirib qo'yish mumkin. Agar sifatsiz qo'yilsa, chunki podpolniy ishlab chiqariladigan turlari ham bor. Haqiqiy o'sha bostonskiy protez qo'yadigan bo'lsa, amerikanskiyni u sinmaydi. U yirtib ketishi mumkin. Shuning uchun eng oxirgi vaqt, agar hech qaysi usullar, yuqorida aytgan usullar hech qaysi yordam bermayaptimi, unda protez qo'ysa bo'ladi.